Krishtianu, agar xato gapirayotgan bo'lsam, to'g'rilagin. Sen 40 yoshdasan. Sen oilaparvar odamsan va otasan. Ayrimlar seni mashina deb atashadi. Aslida esa sen ham insonsan. Iloji bo'lsa aytsang, senda ham hech narsaga qo'l urging kelmaydigan kunlaring bo'ladimi? Masalan, jurnalistlarning savollariga ham javob berishni istamaydigan kunlar. Bugun ham men javob bermoqchi emasman. Hazil. Albatta, shunday kunlar bo'ladi. Bu faqat menga emas, hammaga tegishli. Axir biz hammamiz odammiz. Ba'zi kunlar yaxshi o'tadi, ba'zilarda esa kayfiyat bo'lmaydi. Ba'zida shunchaki gaplashging kelmaydi. Bu hayotning bir qismi. Men har doim shuni maqsad qilganman. Agar yomon kayfiyatda uyg'onadigan bo'lsam, uni ko'tarishning biror yo'lini topaman. Butun hayotim davomida shu tamoyilga amal qilib yashayapman. Bu faqat futbolga emas, boshqa sohalarga ham tegishli. To'g'ri aytdingiz, men otaman, bolalarim bor. Bu men uchun katta mas'uliyat. Lekin bu yoqimli mas'uliyat. Qiziqarli ham. Menga bularning barchasi yoqadi. Sportdagi hayotim ham, undan tashqarisidagi hayotim ham.